yosh bo'lib. Afganiski. Mana Eldor bu, Eldor. Hammaga rahmat choy. Turkmancha nonlar, oziq-ovqat. Ocharchilik kelyapti do'stlar, abid bo'lib kelyapti. Oddiygina bezgak suv bilan non. Eronlar Fransiyadan urushyapti. Yo'q. Jang shuru bo'ldi. Jahon urushi ham albatta Keng tarqalyapti deydi. Borishimiz kelyapti. Yana samrat yegan qo'yib qo'y. Shamsullavoy harmov. Sema qo'mondan bering, choy bir glas. Nahila qiynadimi? Mana bir bola Eronni olib ko'ramiz. Ismi ham Shukur, otasining ismi Davlat, ukasining ismi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda hozir mana paxsa uy devorlarini qurshash boshlayapti mavsumi. Mana shunda taq-taqda shu loy olib ketyapti o'sha yerga do'stlar. Mana shu kishimiz ham o'shanga ko'maklashib boqishyapti. Qiyin emasmi ishlar? Bo'ladi aka, ish qiyinchilik bo'lmasa rohatchilik yo'q deydi-yu aka. Non ishlik uchun shuncha ishlash kerak-da. Do'stlar, mana shunday ishlar bor. Keling Afg'onistonga, mana loy paxsadan devorlarni ko'rasiz qanday bo'lishini. Allohga shukr, Afg'oniston tinchlik, oramlik, ana shunisi poshalik emasmi bizga? Rost aytasiz aka, rost aytasiz. Afg'onistonda hozir tinchlik, oromlikmi? Aka Sayfulloh. Allohga shukr. Afg'onistonda juda tinchlik, talibanlar oromchilik bo'lib qoldi. Hamma yoqlar ish, kuch. Xo'p, yaxshi. Boshqa qayerlarda tinchlik emas hozir. Zo'r davom eting inshaalloh. Alloh quvvat bersin hammamizga. Inshaalloh. Rahmat. Shunchalik bizga intervyu berib qo'llab. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz yana paxsadan uy devorlarini mana shu loydan qurshash uchun taq-taqda olib boramiz. Ancha yo'li uzoq. Uzoq bo'lsa ham mana shu yerda bizlar shu tuproqni ko'maklashib olib boramiz do'stlar. Albatta Shukri kanalini ko'rayotgan do'stlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying do'stlar. Mana bizlar kuni bilan issiq, havo juda ham biz tomonda issiq, 45 gradus. Issiq bo'lsa ham shu yerda ishlab ko'maklashamiz. Shunday. Albatta, bizlar shunchaki emas, kunlik bizlarga 300 afg'oniy pul berishadi. O'zbek puliga taqqoslasa 50 ming so'm. 50 ming so'm bizlar 12 soat ishlaymiz do'stlar. Bizlarni ko'rib kuzatayotgan do'stlar bo'lsa, mana Afg'onistonda shunday gaplar aka, opa-singillar mana ko'rayotganingizdek mana shunday ishlar davom etyapti. Rahmat. Ko'rib kuzatgan do'stlarga katta rahmat. Alloh ishingizni o'ngidan bersin. Bizlarga ham kuch-quvvat bersin Alloh. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qaytaring. Senlar ham diplom yo'q bo'lmadi, o'zaki aytaydi endi. Taqib ketganlar. Qanday bilyapsizlar? Mana bizda shunday xizmat. Ekskavator ishlashi o'rniga odam ishlasa, qiyin emasmi bu ish? O'zingiz bir darnazar solsangiz. Ekskavatorning ishini qilyapmiz deydi. Ekskavatorning ishini qilyapmiz. O'rsi bilim yo'q ishim. Assalomu alaykum hoji aka. Havo qandoq? Yaxshimisiz? Havoni issiqligi. Juda issiq bo'l havo, mana bu suv qo'yib o'tiribmiz hozir. Havo juda issiq bo'lib ketyapti-da, bu kunma-kun qizyapti, mana bu yerga devor urayapmiz hozir. Havoni issiqligi qanchaga yetadi? 50-45 ga yetadimi? Soat 7 bugun zo'r issiq bo'ldi. Kunma-kun qizyapti havo. Juda zo'r bo'lyapti mana hozir mana. Ko'rib. Aziz muxlis do'stlar, assalomu alaykum. Mana bizda paxsa devorlar cho'lning yonida juda ham havo issiq deyapti. Ishlayotgan nafarlar o'shanda ham mana ishni boshlab loy paxsa devorlar yangi boshlanib ishlanyapti do'stlar. Ko'rayotganingizdek.
Mang. Assalomu alaykum. Qandoq ishlar? Zo'rmisiz? Rahmat, ishlarim yaxshi ketyapti. Ana ishlar o'tiribmiz. Yangi joylarmi bu? Ha, bu yeri buni niyat qilib bir ukamiz shu yerdan bir joy tashladi. Uy hozir mana betonlab yapmiz, yaxshi. 3 ta uy tashladi, hozir o'shani ishlab yotibmiz, mana bitta deb qoldi. Siraylamay qo'y. Ha, Qaysi biri usta buni? mana shu odam, soqolli odam ustamiz bo'ladi. Assalomu alaykum usta aka, charchamang. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Panta vermedin açacakka. Ha, bu kishi aytayapti, bizga bitta panta olib kelib bering deyapti. Albatta pantasini ham olib kelib beramiz usta akamizga. Namxuda mana shuncha issiqda charchamay ishlab yotibdi. Yangi bir kishiga yangi uy devorlar qurshab beryapti usta akamiz. Ha, bu hamma ishlarda professional kishimiz bu. Juda ham paxsa, loy, yana boshqa sholi, hamma dehqonchilik ishlarida ham qatnashadi usta, yana oshpazlik ishlarida ham qatnashadi. Hamma ishda professional kishimiz. Ha, aka Siroj, charchamang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu Nima gaplar? havoni issig'ida qanday ishlar zo'rmi? Charchatmayaptimi? Ha, bo'ladi, issiq aytmasda. Issiq bu ozgina odamga bilinyapti. Ha, hozir saratonlik kunlarida mana 23-iyunda shunday paxsa loy devor ishlar ketyapti do'stlar bizlarda. Mana ko'rayotganingizdek bizlarda hamma uy devorlar ko'prog'i shunday paxsadan, loylardan qo'yiladi. Ko'rayotgan aziz muxlis do'stlar, mana shu tuproqlarni loy qilib paxsa devor qurishadi. Assalomu alaykum, charchamang do'stlar, qanday ishlar zo'rmi? Mana ha, buni ustiga taq-taq to'lib yotibmiz hozir. O, Mana buni yerga devorli joyiga kam bo'libdi, shu yerga olib yotibmiz hozir mana ishlab yotibmiz. Ha, jonim mana shu yerga. qumlarni issig'i oyoqlaringizni, qo'llaringizni pishirmayaptimi? Juda issiq bo'lar, mana bunday qilib olamiz soyaga. Oyog'ini uzatib hozir mana shunday qilib qurshamasan qo'ymaydi buni. Mashallah. Bu mashinani hozir mana shunday qilib to'lish kerak, buni ustiga qarang, bu havoni ustiga. Ha, jonim ishlab yotibmiz akay. Ekskavatorning ishini qilyapmiz deng. Ya bali shunaqa aka. Zo'r, mashallah charchamang. Alloh quvvat bersin. Shunday issiq havolarda ishlagan do'stlarimizga, birodarlarimizga rahmat. Bizni ko'rib kuzatgan muxlis do'stlarga, albatta kanalimizni ko'rgan do'stlar bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh do'stlar. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu kishilar uchun issiqda Afg'onistonda ishlayotgan do'stlarimiz uchun albatta bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'ying do'stlar. Mana do'stlar, bu ishni mana shu kishilar davom ettiryapti. Yangi uy paxsa loylarni. Mana bu ham ustakamiz loy qo'yapti. Mana bu mashhur kishi hamma ishlarni mana shunday qaysi ish bo'lmasin qatnashib ishlaydigan kishimiz. Hazrat aka deydi buni. Bug'doy o'roq bo'lsin, loy ishi bo'lsin, yana boshqa ishlar bo'lsin. Hamma shundoq ishlarni ishlaydi shu kishi. Albatta birovga boqishib ishlash qiyin. O'shanda ham shu kishi hamma birovga mardikorchilik qilib boqishida hamma yerda qatnashadi. Juda ham halol ishchi. Hamisha vazifa shundoq birovlarni ishlarda davom ettiryapti. Albatta zo'r mana shu paxsa uy devorlar bizlarda. Mana bosh ustamiz, yonidagi ham Nazir aka. Asl shu ishlarni professional ishchisi.